Boshladik 8-variant ekan. O'qiydigan bo'lsak, Gemesiyaning asosiy sintez javobgar bo'lgan DNK bilan RNK tahlil qilingan va ma'lumot beryapti. DNK tarkibidagi fosfodifir bog' bilan Gemesiyaning, ya'ni oqsil tarkibidagi peptid bog'i farqi 1999 ga teng. Endi qarang, amino kislotlarni X deb belgilaydigan bo'lsak, peptid bog'lari X-1 ga teng bo'ladi. Undan mana amino kislotlarni 6 ga ko'paytirsam 6x bu DNK bo'ladi. Agar undan 6x-2 qiladigan bo'lsam, bu fosfodifir bog'i beradi. Ya'ni 6x-2 dan mana bu amino kislotadagi peptid bog' x-1 ayrsam 1999 ga teng bo'lar ekan. Bundan x ni hisoblab qo'yadigan bo'lsam, x imiz 400 ga teng bo'ladi. Bu nimani soni esa bu amino kislotlarning soniga teng bo'ladi. Keyin DNK haqida ma'lumot beryapti. DNK tarkibida purin azot asoslarining 37,5% ni guanin tashkil qiladi, deyapti. Ha, o'zi umumiy 400 ta nukleotid bo'lsa, uni 6 ga ko'paytirsam 2400, bu nimani soni bo'ladi desa, umumiy nukleotid soni. Uni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, purinni soni keladi. Chunki purin va pirimidin yig'ilib DNKni tashkil qiladi. 50-50 bo'ladi. 1200% 37,5% qancha desam, 450 ta bu DNK tarkibidagi guaninning soni bo'ladi. Va ma'lumot beryapti. DNK tarkibi timin bilan sitozin nukleotidlari orasidagi farq nechaga teng ekan desa, 300 ga teng. O'zi DNKning bir tarafida 1200 ta nukleotid bor edi, 450 guanin bo'ldi. 1200 dan 450 desam 750, bu nima soni bo'lyapti desa, adeninning soni. Shunda o'rtadagi farq haqiqatan ham nechani beradi desa, 300 ni beryapti. Endi ma'lumot sifatida yana beryapti. Endi o'zi qolgan ma'lumotni ishlatish ham shart emas bu yerda. Endi so'rovga o'taman. 30-savol. DNK tarkibidagi adenin, timin, guanin, sitozin vodorod bog'lari farqi nechaga teng bo'ladi, deyapti. 750 ta adenin bor, 2 ga ko'paytirsam 1500 ta vodorod bog'i bor. 450 ta guanin bor, 13 ga ko'paytirsam 1350, bu guaninni sitozinning o'rtasidagi vodorod bog'i. Ikkalasining o'rtasidagi farq hisoblab qo'yadigan bo'lsam 150 ga teng bo'ladi. Javob A. 34-savol. Gemesiyaninni sintezga, ya'ni oqsilning sintezga javobgar bo'lgan DNKning uzunligi. DNKda jami 1200 ta teng yarmi, 0.4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 408 nanometrga teng bo'ladi. Javob E. 35 ta. DNK tarkibidagi guaninning umumiy og'irligi. O'zi guaninning soni 450 ta, bitta amino kislotani massasi nazariy ma'lumotdan bizga aniq 345 daltonga teng bo'ladi. 345 ga ko'paytiradigan bo'lsak 155.250 ga teng bo'ladi. Javob qayda bor ekan? D da bor ekan. Xo'p, shu bilan yaxshilar, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi 36-savol ekan. Xo'p, 36-savolda Meksika iqtisodida populyatsiyada gajak dumli heterozigotali itlar va qayrilgan dumli itlar soni nisbati 2 ga 1 deyapti. Endi bu yerdan gajak dumli deganini heterozigota beryapti. Demak, gajak bo'lishi qanaqa holatda? Dominant holatda bo'ladi, qayrilgan bo'lishi resessiv bo'ladi. Endi e'tibor beramiz, bizda Hardy-Weinberg qonuni bor. Pi kvadrat plus 2 pi qu teng qu kvadrat teng 1 ga degan formula bor. Endi bizdan nimani beryapti mana bu joyda desa, bizga berayotgani nisbat, ya'ni 2 ga 1ligi nimani? Mana 2 pi qu bilan qu kvadrat nisbatan 2 ga 1 beryapti. Agar 2 pi qu bilan qu kvadratni qisqartiradigan bo'lsam, 2 pi taqsim qu teng 2 taqsim 1 ga teng bo'ladi. Buni quni 2 ga bo'lsam 2 qu bo'ladi, 2 pi ni 1 ga ko'paytirsam hech narsa o'zgarmaydi. Bu degani 2 pi imiz 2 qu ga teng bo'ladi. Bu degani p imiz nimaga teng desa, qu ga teng. O'zi bizda pi bilan quni yig'indisi 1 ga teng bo'lardi Hardy-Weinberg qonunida. Demak, bu yerda pi ham 0.5, qu ham 0.5 ga teng bo'ladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bizda mana bu yerda son bergan, nechta edi? 1500 ta gomozigotalitlar beryapti. Hop, 0.5 ni 0.5 ga ko'paytiradigan bo'lsam 0.25 ga teng bo'ladi, ya'ni katta. 0.25 ni 1500 taga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir jami itlar soni qancha desak, 6000 taga teng bo'ladi. 37-savol. O'qiymiz. Noma'lum birlamchi jinsiy hujayralar soni 40 dan tashkil etadi. Urug'lanishda spermiyni deyapti 25% ishtirok etgan. Urug'lanishda ishtirok etgan spermiy bilan urug'lanishda ishtirok etmagan spermiydagi farq 1600 ga teng bo'ladi. Spermiydagi xromosoma yig'indisi esa 3200 dan tashkil qiladi. Demak, birinchi qiladigan ishim nima desa, mana 40 ta birlamchi jinsiy hujayradan 8 ga ko'paytirib spermiy soniga o'tirish. Spermiyimni 100% deb hisoblaydigan bo'lsam, uni qanchasidan desa, mana 25% ishtirok etdi, deyapti. 25% topsam 80 ta ishtirok etgan, qolgan 240 tasi ishtirok etmagan. Endi qarang mana bu joyda. Xo'p, hamma spermiyadagi, ya'ni spermiyadagi jami xromosomaning yig'indisi 3200 ta bo'lgan. 3200 ta spermiy bo'lsa, o'zi jami 320 ta spermiyim bor. Uni soniga bo'ladigan bo'lsam, eni 10 chiqadi. Eni 10 bo'lgan bo'lsa, 2 nechiga teng bo'ladi desa, 20. O'zi so'ralayotgan so'roq ham mana noma'lum o'simlik, demak kim ekan desa, bu Makka jo'xori bo'ladi. Buni yodlab qo'ysangiz zarar qilmaydi. 38-savolga o'tamiz. Ikkita bir xil uzunlikda DNK bilan RNK molekulasi jami nukleotid xili bilan soni beriladi. Biz bilamiz, DNKda 4 xil: adenin, timin, guanin, sitozin. RNKda bo'ladigan bo'lsa, adenin, uracil, guanin, sitozin. Ya'ni unda ham 4 xil nukleotid bor. Jami necha xilga teng bo'ladi? 8 xil. Mana shu xilimiz 1,5 nisbatda bo'lsa,
Bizdagi nisbatda, ya'ni sonini 600 nisbatda beryapti. Buni 600 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 3200 ta DNKdagi va RNKdagi umumiy nukleotid soni bo'ladi. Endi qarang, agar shu son bo'yicha ketaman deydigan bo'lsangiz, ya'ni 3200 3 ga bo'lsangiz, butunli son chiqib qoladi. Shuning uchun bitta taxminiy bitta DNK hosil qilib olamiz. Ya'ni aytaylik, mana DNKimda 600 ta nukleotid bor. Bo'linadigan son olsangiz qulayroq bo'ladi. RNKda shunda 300 ta nukleotid bo'ladi. Shunda ikkalasini yig'indisi 900 ta bo'ladi. Endi mana 300 RNKni faqat 75% unumi bor, 75% ishtirok etgan. 300 ni 0.75 ga ko'paytirsam 225 qismi ishtirok etgan bo'ladi. Shunda buni o'rtasidagi farq, ya'ni so'ralayotgan qism bor-ku, mana poliribonukleotidning oksidazida qatnashmagan qism uzunligi. O'rtasidagi farq 75 ta nukleotid ishtirok etmayapti. Uni uzunligini topib olaman. 75 ni 0.34 ga ko'paytirsam 25.5 nanometrga teng bo'ladi. Endi o'rtoqlar, mana bu yerda nanometrda emas, angstrmda so'ragan ekan. Men nanometrda qilib qo'yibman. Demak, buni 0.34 ga emas, 3.4 ga ko'paytirasiz 255 angstrmga teng bo'ladi. Endi bizda qarang, shartnomamizni olamiz mana. Bizda nima bor? Mana bu joyda 3200 ta umumiy nukleotid bor edi. Biz mana bu bo'yicha ishlaganimizda 255 chiqyapti. Shu mana pastdagi o'zimizga hosil qilgan DNKimizda jam DNK bilan RNKda 900 ta nukleotid bo'lgan paytida 255 angstrmga farq bo'lyapti. Bizda umumiy nukleotid nechtasi? 3200 ta bo'ladi. 3200 ta qancha deydigan bo'lsak, bunisi 90.6 ga teng bo'ladi. Shunday qilib yechimdan chiqib ketsangiz bo'laveradi. Xo'p, 39-savolda. Ikki juft nokumulyativ polimer gen ekan. Genetikda dominant gen bo'lsa bo'ldi, iyak shakli shu burchak bo'ladi. Agarda umuman dominant gen bo'lmaydigan bo'lsa, iyak silliq shaklda bo'lar ekan. Xo'p, lekin uch burchak iyaklar orasida dominant gomozigotelilar letal holatga ega bo'ladi. Demak, 4 ta dominant gen uchraydigan bo'lsa, u organizmni o'limiga olib keladi. Endi mana digeterozigotelilarni o'zaro chalishtiradigan bo'lsam, bu yerda mana katta 1, katta 1, katta 2, katta 2 uchrashgan joyi o'limga olib keladi. Demak, 1 ga 1 o'lib ketgan holatda bo'ladi. Endi bu yerdan hisoblaydigan bo'lsam, nimani beryapti o'zi? Aynan shu o'ladiganini so'rayapti bizda. Demak, mana 4 tengning ichida A1 bo'yicha bitta 1 taqsim 4, A2 bo'yicha ham 1 taqsim 4. Buni ko'paytiradigan bo'lsam, umumiy 1 taqsim 16 ga teng bo'ladi. 1 ni 16 ga bo'lsam 0.0625, uni 100 ga ko'paytirib olsam 6.25% nasl ichida nobud bo'ladiganlar hisoblanadi. 40-savolga e'tibor bering. Bu yerda resessiv belgi beryapti. Resessiv belgi qanaqa o'zi desa, x ga 1 ekanmi yoki autosomaga 1 ekanmi deb hisoblashimiz mumkin. Testingizga qaraydigan bo'lsangiz, birinchini 1 va 2 ni farzandidan ikkinchi avlodni birinchi avlodiga qarasangiz, o'zi kasallik agar x ga 1 ekan bo'lsa, kasallik o'g'ilga onadan, qiziga ota tarafdan o'tib kelish kerak edi. Lekin mana 3-avlod 3-shaxsga qaraydigan bo'lsam, bu yerda nima bo'lyapti? O'g'il sog'lom bo'lyapti. Demak, bu yerdan bilishim mumkinki, bu yerda kasallik x ga birikmagan, ya'ni autosoma kasallik. Endi so'roqda aytyapti, 3 va 3, 4 juftlik deyapti. Ya'ni mana bu heterozigot, mana buni chalishtirganimizda deyapti. Kim tug'ilish kasal bola tug'ilish ehtimoli kasallik resessiv bo'lishi kerak. Endi qaraydigan bo'lsam, bu yerda ularni farzandi qanaqa holatda turibdi? Bularni farzandi mana holatda mana. 3-si sog'lom holatda edi. 4-si qora holat. Demak, 4-ni genetik aniq holatda turibdi. Mana uni heterozigotlarni qaydan bilaman? Gomozigota bo'lishi ham mumkin edi-ku desangiz, ikkinchi avlodda birinchisiga qarasangiz u kasal edi. Demak, onadan faqat resessiv gen, otadan sog'lom gen ekanligi uchun bu 3 heterozigota holatda bo'ladi. Bularning farzandi ikki xil bo'lishi mumkin. 50% kasal, 50% sog'lom. Demak, A sharti bajarildi. B shartida aytyapti, 3-ikkinchi genotipni yozing deyapti. 3-2 genotip topish uchun menga 2-1, 2-2 ota-ona kerak. 2-1 da ona kasal bo'lgan, ota sog'lom bo'lgan. Mana bu 2-1 holatda, demak, buni genotipi aniq kasal kichkina holatda turibdi. Endi mana 2 ni genotipini qaydan topamiz deydigan bo'lsa, uni farzandlariga e'tibor beramiz. Bu yerda 3-2 bilan 3-3 shaxs sog'lom bo'lgan. Demak, kasallik kuzatilmayapti. Kasallik kuzatilmasligi uchun mana bu ota qanaqa holatda bo'lishi kerak desa, gomozigota dominant holatda bo'lishi kerak. Endi bulardan foydalanib, biz kimni topishimiz mumkin desa, 3-2 shaxs topadigan bo'lsak, bularning farzandi 3-2 shaxs heterozigota genotipga ega bo'lar ekan.